Equinox avtomobilini full komplektatsiyasini so'raganlar uchun to'g'ridan-to'g'ri egalaridan navbatdagi Equinox avtomobili 2021-yil ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, bosib o'tgan masofasi probegi 124 ming kilometr. Bu 472 millionlik komplektatsiyasi. Mashina faqat benzin yurgan, xohlagan odam o'zi uchun propan o'rnatib olishi mumkin. Texnik holatlari ham yaxshi holatda. Yaqinda egasi hadovoylariga qarab turib qo'ygan ekan, taqir-tuqir ortiqcha ovozlari yo'q. Kuzovi tekis holatda, qirilgan, sirilgan, bo'yalgan joylari yo'q. Bemalol xohlagan ustunligiga tekshirtirib olishingiz mumkin. Oyog'ida zimniy balonlar turibdi, balonlarning holati yaxshi. Plus yana o'zini всесезонка balonlarini ham egasi qo'shib berar ekan. Krugovoy tonirovka ruxsatlari bilan salon qismiga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli salon, matviy holatda turibdi. Plastmassalari qirilib ketmagan, ko'jalari o'rnab qolmagan, rul holatlari ham zo'r turibdi, ko'rishingiz mumkin. Skorost rechak ham yedirilib ketmagan. Panorama tom mavjud, juda ham akkuratli salon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 23.500 dollar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Kanalga obuna bo'lishingizni chiqarmaymiz. Yoqqan bo'lsa bitta like sizlardan o'rgilib ketsin.